Assalomu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 50-ci sanıga hoş geldinglar. Bugün biz Salih Xudayar efendimni, hökumətimizdinki Tashqi ishlar ministri Salih Xudayar efendimni bu programmamızga taklif qildik. Programmamızga hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmat. Bu programmamız bugün 50-ci sanıga qadam qo'ydi. Biz izchilligimizni davomlashtiryapmiz. Vaziyat va mulohaza degan temada bugün Salih Xudayar efendim bilan suhbat quramiz. Aldı bilen biz bugünkü söhbetimizni bizning Cumhur reisimiz Muhammad ibn A'loning hamkorlik munbirining qurilish marosimida naql olgan ushbu hikoyasidan boshlaylik. O'g'lim degan edi bobom bir kuni menga. Biz karvonchilar yo'lda hamrohlarga bek diqqat qilamiz. Chunki yo'l uzun va mashaqqatli bo'lg'achqa hamrohdan chatoq chiqsa, butun ishingdan chatoq chiqadi. Biz odatda hamrohlarimizni biri açıqlanganda, yana biri ilm birimda, oxirida safarda ham safar bulanmaslikda sinab turamiz. İlim birimda ular nafsoniyatini, açıqlanganda xarakterini, safarda hamma nimasini ifodalaydi. Bo'libmi safarda ham safar bulanmaydiganligini bayqasa, ular bilan ikkinchi safar qilmaymiz. Bu so'zda to'liq chunqur hikmat bor. İnsan og'zidagi lap bilan emas, aksincha amaliy qilgan ish harakati bilan sinaldi. Tunugün biz bir iş qildik. Hökumetimiz Amerika ve Kanada qatorliq davlatlarda namoyish o'rlashtirib, bu qayg'uli motam kunimizni xotirladik. Amerikada har qatimliq namoyishda bo'lgan to'solg'uliqlarni Xitoy g'alchilarining parakandachiliklarni yengib, yana bir qatim Oqsaroyning oldida g'albilik namoyish qilib Xitoyga yo'q dedik. Xo'sh, Salih Xudayar efendim, tunugunki 12 oktyabr qilgan namoyishimiz to'g'riliq va bu kunning ahamiyati va buni tanishninki zo'rligi to'g'riliq bir so'zlab beramiz. Merhamet. Rahmat. Hammalar ma'lum bo'lganidek, ya'ni tunugun 12 oktyabr 75 yil ilgari 1949-yilda Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston ziminiga besib kirdi, qurolliq besib kirdi va bugungi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va bu zulmga yo'l ochdi. Bu milliy nuqtadan biz uchun eng fojiali kun, bir tragediyalik kun, bir milliy motam kuni. Shuning uchun biz bu kunda xalqaroga bo'libmi ham dushmanimizga, ham xalqaroga biz Sharq Turkistonliklar Xitoyning tajovuzchiligini tajovuzchilikqa qarshi turamiz, rad qilamiz va bu qonunsiz va biz hech bir vaqt bizningki davlatchilik haqqimizdan, egilik huquqimizdan, mustaqilligimizdan voz kechgan emasligimizni bildiramiz. Va undan sirt biz yana xalqaroniki bo'libmi demokratik davlatlarniki agar haqiqatdan demokratiyani, kishilik huquqni, o'z taqdirini o'z belgilashni va erkinlikni va mustaqillikni himoya qiladigan, tashabbus qiladigan bo'lsa, adolatlikni tashabbus qiladigan bo'lsa, sukut qilmasligini. Bu bugungi Sharq Turkistonda davomlashayotgan bu irqiy qirg'inchilikninki yiltizi shu Xitoy Sharq Turkiston ziminiga tajovuz qilganligidan boshlanganlik ekanligini, tutishganligini xalqaroga bildirdik va xalqaroga buni e'tirof qilishga chaqiriq qildik. Ya'ni Sharq Turkistondan besilib olgan bir davlat deb chaqiriq qildik. Bu yerda men qisqacha nima qilib qo'yay? Ba'zi tashkilotlarimiz, ya'ni ba'zi tashkilotlar va ba'zi o'zini da'vogar deydiganlar, rahbar yoki u bu deydiganlar yanalar Xitoyniki 10-oyning 1ida, ya'ni Xitoy belgilab bergan shu Xitoy atalmış xalq jumhuriyati hokimiyat aralashib kommunistlar, millatchilardan, go'mandandan kommunistlarga hokimiyat almış qilgan kunni, shu kun Xitoy bizni tajovuz qildi deb o ta'tur amaliyat uyg'un emas, yolg'on tashviqotlarni va qilgan bo'ldi va buni tashabbus qilgan bo'ldi. Buni qilish maqsad, hamda men to'la o'yladim, nima uchun buni bunda qilyapti deb.
Hmm. Aklımda hamma narsa qarab o'ylab chiqalig'inim shu Hmm. bu bayam deganimdek Xitoy ichida Xitoy deydi-ku biz Hmm. bir Xitoy to'q hech narsa bo'lmadi. Biz ichimizdan hozir Xitoy to'q qandaydi yangi davlat qurmadik. Biz faqat hokimiyat almashtirdik. Hmm. Yangi Xitoyni nim qildik. Hani bu yer demakchi Sharq Turkistonni deydi-ku Xitoy azaldan Xitoyning bir atalmış bir parti tapmış shunday gapni qiladi ya. Hmm. Yani onun ayının bir ne qabul qilsa Xitoy Sharq Turkiston zaminini 10 ayının bir tajovuz qildi desak, Xitoy deyap qo'pab chiqa oladi. Biz hokimiyatlarni almashtirdik. Biz burun batıq yerda deb ma yolg'onni iddiani o'tirib qo'ydi. Amaliyot bo'lsa 10 ayının 12 kuni Sharq Turkiston bilan Xitoyning chegirasizdiki o'sha Yumen Angshidin shu vaqtda o'tdi. Xitoy tajovuz qilib, shu vaqtda Sharq Turkiston zaminiga qadam bosdi. To'g'ri. Va davlatimizni, masalan, bu yerda tajovuzchilik bilan ishg'oliyatniki ikki ayrim nimasi bor. Tajovuzchilik degan shu hujum qilib chirish, ishg'oliyat degan hujum qilib chirib bo'lgandan keyin shu hamma yani kontrol qilib bo'lgandan keyin uni ishg'oliyat rasmiylashidir. Biz davlatimizni Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kelgan vaqtda 10-ayning 13-si tajovuz qildi. 10-ayning 14-si, 12-si tajovuz qildi. 14-si Qumulga yetib keldi. 20-si 10-ayning 20-si Xotin deyman, Urumchiga yetib keldi. Onandaki 11-ayninki oxirlarigacha G'o'ji tarafga Manasdan o'tib Sharq Turkiston Jumhuriyatininki kontrolligidagi rayonlarga tajovuz qilib chiydi. Ondan keyin Qashqarga 12-oyda chiydi. Sharq Turk Xotinga 12-oyninki 22 kuni. Ya'ni ayada Qashqar G'o'jida Sharq Turkiston Jumhuriyatining ag'dirib bo'lgan 60 kunda Xotin Sharq Turkistonning Xotin diyoriga tajovuz qilib, ishg'ol qilib chiydi. Buni bilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz agar Xitoyniki 10-ayning 1-ni nima tajovuz qildi deb qabul qilsak, milliy tarix paketlarini qayrib qo'yib, dal shu Xitoyniki propagandasiga o'ynab turamiz. Xitoy deydi, mana biz burun batuq hokimiyatlarni o'zgartdi, bular o'z ko'ngli bilan bizga ketildi deb shunda sapsatlarni qiladi ya. Bunun qarshilik berish. Va bizningki hech bir vaqt Xitoyninki bu tajovuzchilikni yo'l qo'ymaganligimizni va bu tajovuzchilikni, bu ishg'oliyatini qabul qilmaydiganligimizni va Sharq Turkiston xalqi xalqaro qonun bo'yicha boshqalarning qanda o'zininki mustamliki kuchlar qarshi o'zining ozodlik uchun, o'zining mustaqillik uchun kurash qilish haqqi bo'lsa, Sharq Turkistonningimi o'xshash shunda haqlari bor. Shuning uchun xalqaro ikkiyuzlumchilik qilmaslik kerak. Xalqaro Sharq Turkistonninki o'zining Sharq Turkiston zaminini tajovuz qilayotgan Xitoy tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatini qo'llashini chaqiriq qildik va yana davomli xalqaro bilasizlar, doim deydi biz hargiz bunda irqiy qirg'inchilikni hargiz qaytadan takrorlashiga yo'l qo'ymaymiz deb har yili Holocaustni xotirlaydigan vaqtlarda har yili davlatlardan tortib, shaxslardan tortib, ziyolilardan tortib butun dunyo va'da qiladi, tashkilotlardan tortib. Ammo bu va'da amal qilinmayotdi. Sharq Turkistonda 75 yilning yozi Xitoy tajovuzchilik qilyotdi. 75 yilning yozi Xitoy Sharq Turkistonda bu irqiy qirg'inchilik siyosatini eppiryotdi. 75 yilning yozi xalqaro ko'z yumib qo'yib, bugungi Xitoyniki bugunkidek
iç holatda Sharqi Turkistonda cho'ng ko'lamli irqiy qirg'inchilik yapırishiga va butun dunyoga tehdit bo'lishiga xalqaro yo'l ochib qo'ydi sukutdan. Shuning uchun biz dedik, agar xalqaro bo'libmi Amerika hukumati va yana deyman, Amerika hukumati haqiqatdan kishilik huquq, insoniyat va hargiz qayta takrorlamaymiz. Bunday jinoyat takrorlash yo'l qo'ymaymiz. Biz har millatning o'zining taqdirini o'zi belgilashini qo'llaymiz deydigan prinsiplarga haqiqatdan sodiq bo'lsa, Sharqi Turkiston masalasini haqiqatdan yiltizidan tatib qo'llash kerak va yiltizini e'tirof qilish kerak. Bu masalaninki Xitoyning atalmış ichki masalasi emas ekanligini yoki bu Xitoyning kishilik huquq bir masala emas ekanligini. Aksicha bu Xitoyninki Sharqi Turkiston zaminiga tajovuz qilib kirgandan tatib bo'layotgan, davomlashayotgan bir irqiy qirg'inchilik, bir mustamlika, bir ishg'oliyat, ishg'oliyat siyosati ekanligini, hareket ekanligini e'tirof qilish kerak va buning qarshi harakat qilish kerak. Aslında men boshqalarning tilg'am yo'q, ammo nurg'un davlatlarni Amerika ve G'arb dunyosi qo'llayotdi. Mayli Tibetliklarni bo'lsin, mayli Ukrainani bo'lsin, mayli Falastinliklarni bo'lsin. Falastinliklarniki bilan bizniki o'xshamaydigan yerimiz, biz mustaqil bir davlatimiz bor, Sharqi Turkiston Cumhuriyeti deb. Falastinliknikida Falastin davlati deb bir narsa yo'qdi. Osmanlı imperiyasının astidagi bir viloyatdi. Faqat xolos shu. Doğru. Ularninki mustaqillik haqqi bor, ularninki xalqaro qonun bo'yicha tajovuzchilikka qarshi haqqi bor, ammo bizniki nima haqqimiz bu haqqimiz bo'lmaydi. Bizniki albatta bor va bular agar bu G'arb dunyosi haqiqatdan Sharqi Turkiston masalasiga azchilik insoniy nuqtadan ko'ngil bildigan bo'lsa, buni e'tirof qilish kerak va bu ishg'oliyatni, bu irqiy qirg'inchilikni, bu mustamlikani to'xtatishninki birdan bir yo'li Sharqi Turkiston davlatininki mustaqillikni asliga keltirish ekanligini e'tirof qilish kerak va shu yo'lda bizga xalqaro qonun bo'yicha moddiy, ma'naviy va siyosiy desteklarni berish majburiyati bor. Shuning uchun biz bu kunda namoyish qilamiz. Eng azda, eng ojiz qila oladiganimiz shu, namoyish qilish. Bo'lmasa agar imkoniyatimiz yor bo'lsa, dushmanimizga qarshi amaliy harakatlarni, ya'ni boshqalar qanday tajovuzchilarga qarshi qarshilik berayotgan bo'lsa, biz mi shunda qarshilik berishimiz kerak edi. Ammo afsus bizga xalqaro sharoitlarningki yor bermasligi, ikkinchisi bizga shu destek bo'lmayotganligi tufaylidan bu ahvollar hozirgacha bo'lanmayapti. Ammo biz yana bu kunni sukut qilib tursak, xalq bo'yishimiz bilan yoki mayli to'g'ri chiqilib, men palonchi tashkilotning raisi, pukunchi tashkilotning raisi, men palonchi Uyg'urning vakili, pukunchi vakili deb o'tirib, shu sukutlam qilib, hech nima qilmagandek ko'zimizni yumilib, Xitoy bu kunni bizga hech nima qilmagandek, bu kun bizga eng ig'ir fojialarni akkaganninki yiltiz ekanligini o'zimiz la'nat qilmasak, o'zimiz qarshilik chiqmasak, shu dal Xitoy degandek shu Xitoyga vaqt qozondirib turishdan boshqa narsa qilmagan bo'lamiz xolos. Shuning uchun biz o'tgandimi bir oy ilgari buni e'lon qilganimiz dedik. Barliq tashkilotlarga, barliq shaxslarga, barliq Sharqi Turkiston xalqiga, yolg'iz bir kishi bo'lsa-mu, hech nima qilmasimi, sotsial media orqali bu kunni, bu la'natlik, bu motam kunni shunda xotirlab, Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkiston zaminidan chiqishini, chiqarib o'tishini va xalqaroniki Sharqi Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishini va Sharqi Turkistonning mustaqillik nasliga keltirish ko'rishini qo'llashini chaqiriq qilish orqali o'zimizningki bir insoniy burchimizni, vijdoniy burchimizni, milliy burchimizni ado qilgan bo'lamiz.
Rahmat. Bu 1 oktyabr bilan 12 oktyabrninki mohiyatlik farqi bor. Biz barliq ko'rinmanlarniki buni aql bilan o'ylab beqishni. Agar dushmanimiz Xitoy bo'lsa, Xitoy hujum qilib Xitoyning askari hujum qilib kirgan vaqtni, bizning davlatimizni ishg'ol qilgan vaqtni biz esimizda tutishimiz kerak. Bu qayg'uli kun. Bu bir nomusli kun biz uchun. Biz bundaq kunni esimizda tutmay, bundaq kunda o'ynab yursak, Xitoylarning bayramida ularninki konsulxonasining oldiga berib, elchixonasining oldiga berib vaqirab qo'ysak, bu tez oqmaydigan ish bo'ladi. Biz o'zimizning gapini haq tushuntirganda, mandaq bo'lgani uchun, ma sababdan biz mandaq bo'ladi deb tushuntiradi. Xuddi Salih Xudoyor ustida deganiga o'xshash, bular shu kun hujum qilib kirdi. Bu irqiy qirg'inchilikni shu kundan boshlab qilyotidi bular. Hamma ishni shundan boshlab qilyotidi. Eg'izingda sen uni buni deb qo'yganing bilan hal bo'lmaydi. Faqat biz mustaqil bo'lsak ishlar hal bo'ldi deb deyishninki asosini logikalik, mantiqlik asos bilan tushuntirib berdi. Bizga aql yugurtirganlar va boshqalar oldi bilan o'ylab beqinglar. Biz namoyish taklif qildik. Mushkun zodi biz chiqishga arzimdi. Bu kunni biz xotirlamdik. Davlatning motam kuni qaysi kun? O'zining davlatining motam kunini bilmaslik bu bizga nomusmi emasmi? Marhamat. Shuni bir o'ylab ko'rishinglarni umid qilamiz. Hamda hukumatimiz bir yaqinda bir bayonot e'lon qilgan. Bu bayonotda biz hukumat bilan tashkilotning tibbiy farqini so'zlagandan sirt hukumat tizimga oldirilishi shart degan safsataga raddiya berdik. Siz bularni tafsilli tushuntirib bergan bo'lsangiz. Marhamat. Xo'sh. Endi bu haqda hukumatimiz nurg'un necha qatim yani bayonotlardan, so'zlardan, hatto men shaxsan bu to'g'riliq ozgina bir 3-4 qatim so'zlab bo'lgandim. Daim bu hukumat qurilgandan tortib hozirga qadar pat kimlar tarafidan o'tirib qo'yiladi bu. Shu hukumatni yo'q qilish yoki e'tirof qilmaslik, yo'q qilish, kamsitish uchun qilingan narsa. Bayonotimizda deb bo'lganimizdek, ya'ni men buni takrorlab yurishning hojati yo'q. Necha qatim takrorlab bo'ldik, eng oxirgi qatim bo'lsin, ya'ni shu bayonotimizni ham qisqacha o'qib bersam bo'ladi. Bir hukumat bir mustaqil bir qurum. Bu bir tashkilot emas, bir shirkat emas. Shuning uchun hukumatlar hech bir yerda tizimga ilinmaydi. Unda boshqa bir hukumat davlatning ostida bir hukumatni tizimga oldirmaydi hech yerda. Xalqaroda hech qanday bir unda bir nima yo'q. Shuning uchun bu hukumat qurilgan vaqtimi 2004-yili 9-oyning 14-yilda qurilgan vaqtida shu maqsad bilan hukumat bo'lganlik uchun tizimga ilinmaganti. Qasdan tizimga ilinmaganti. Chunki bu hukumat agar biz o'zimizning hukumatimizni e'tirof qildirishga yoki nim qilishga, qonunlik qilishga boshqa bir hukumatga berib, sen meni tizimga eppa desak, biz bu hukumatniki bir ishimiz bo'lib qolmamdiq. Mani o'ylashinglar kerak. To'g'ri. Bizniki mustaqil bir davlatga vakillik qilayotgan bir qurum deb o'zimizni jakalig'imizning nim foydasi vaqtda kulkilik bo'lmamdi. Aqlani o'ylash kerak buni. To'g'ri. Yani buni ba'zilar bilmay so'rayotganlar bor. Chunki afsus bilimi bo'lmaganlik uchun ba'zilar bilimi bo'lganlarmi shu qasdan kimlar tarafidan buni qo'chab xuddi bu nimidek doim qo'chab turmisi bo'lmaydi. To'g'ri. Amerika qonundimi yoki boshqaning qonundimi sen hukumatingni e'tirof nima surgun hukumatingni hatto surgun hukumatlarnimi tizim oldirishing kerak degan bir shart yo'q hech yerda. Deb qo'yinglar. Shuni bilib qo'yinglar. Bo'lmasa 2004-yili 9-oyning 14-yilda Amerika parlamentida faoliyat o'tkazib biz Sharq Turkiston surgun hukumatiningki qurilganligini faoliyatini u yerda o'tkazmaydik.
agar tizimga aldırılmagan bir iş bolsa, agar tizimga ilish majburiyat bo'lgan bo'lsa. To'g'ri, to'g'ri. Bu yerda faqat tizimga ilish majburiyat bo'lgan ishlar shu, buningdan yani ilish uchun, yani ağamdaki, yani ilish uchun mu ketmaydi-da. Yani elip o yani bagin kishi, masalan, bu yerda siz bir teşkilat 15 bin dolar versiniz, ahırda o sizge öce çıkırıp durdu. Yılının ayıgıda bacınızda 15 dolarını tüylemeysiz. To'g'ri, to'g'ri. Başta şu ganda. Fakat şunun kıllam yaraydı. Şunun kıllam kitidi o tizimlitiş nimisi. Başkalarınınki nim kılışka. O vakti mi hükümetinin üzünü tizimlatmaysılar. Mesela Tibet sürgün hükümeti üzünü nimisini tizimlatmaydı. Tibet sürgün hükümeti de tizimlatmaydı o. Amerika'nınki mesela NED hemmeden bilediğin NED. O Amerika hükümetininki nimisi ama onu Amerika hükümeti de tizimlatıvanmaydı. Üzüne palanç teşkilat ya ki bugünkü teşkilatta bir teşkilattaki ya ki bir şirkettek tizimlatıvanmaydı. Fakat onun tarmık astıdaki bir narsa tizimlatıdı. Ve biz zürür boğal 2015 yılda şu vakti Kanada'dakiler yani kılıç için şu vaktki rahbarlığa muşunu teklip kıtken şunun bilen rahbarlarımız yani şu hükümetin kimisini saklap kaliş için çürütmeslik için Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinin diplomasiya ve kişilik hukuk işhansı da oturup koygandı. Ve 2019 yılda mı biz mi Amerika'da opmoqşaş. Bu yerdeki kılıklarımız mı, bu yerdekiler mi yani kılıç yerden kılıç boğallar opmoqşaş nasıl talep kıldı. Şunun için biz yana Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin kişilik hukuk ve diplomasiya ve kişilik hukuk işhansı da tizimlattık. Non-profit şeklinde, tarmıkını, bir tarmıkını tizimlattık. Umumi hükümetini tizimlatkan iş yok. Çünkü onu kınmayımız. İş yok. Biz bir hükümet, bir teşkilat, bir şirket emez. Bunu bilişinler gerek. Bu hükümet kılınıvatkan bu hücum bulup mu bazıları meyli bunu bilip kıysın, bilmeyi kıysın, bilip kılavatkallar zaten bilidi o kastan kılavatkallıkını. Kağıtlık şu ardı kılıp şu aldınıp gitip vardı. Ama bu hücumla şu hükümet kurulgandan tatıp hazır kadar opmoqşaş bir özgergen bir nesi yok. Hatta şunu da kay ta Şarkı Türkistan devleti mustakil boğaça yani Şarkı Türkistan devleti mustakil bulap bu hükümet sürgün hükümet yok boğaça ya sürgün hükümet yok boğaça bu hücumla bunda pitile davamlaşıdı. Çünkü Xitay üçün bu Şarkı Türkistan hükümeti bir narsa meyli sürgünde bolsun meyli sürgünde emas bolsun bu Xitay'ınki şu içini kanıtlayan en ağır sözmüş o. Doğru. Çünkü bu kanunlukta bizden kanun asasımız. Xitay her kandak yolla bilen meyli akılsız adamlarımızı işletiş arkalık bolsun meyli üzününki şu sosyal medyada başka yerde qarı hesapları bolsun meyli üzünün taşkışlar ministerligininki öz vaqtida kurulganımızdan tatip hazır kadar kilovatkan hücumları bolsun bu şu da kıp geldi. Ve biz mustakil devletimizin aslı keltirgen çaqdı mı? Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni qaytiklagan vaqtı mı? Yana uşunda uyallarını oynaydı bu düşman. Biz 3000 yılının yazı bu Xitay bilen küreş kilovatımız qarandaşlar. 3000 yılının yazı bizning ajdodlarimiz qaniymi ajdodlarimizdan tatib hozirgacha biz Xitoy bilan dushmanlik holatda. Biz ba'zida o'zimizning dushmanimizni tuniyanmagan bilan ba'zilarimiz Xitoy bizningki ta 3000 yildan tatib hozirgacha dushman ekanligimizni unutqini yo'q. Bir vaqt unutdik. Ve daim yo'qotish uchun suiqasdlarni, ilinayranlarni, şöyle 36 stratejiyasi var ya ilinlerin.
şunu işiltip, aramızdan çıkan hain münafıkını işiltip, hücum qilib kelmekte. Burunmu qiygan, bunday kimmi qiladi? Şunun için bu haqda en ahirki cevabımız. Eğer bunu yana koçlar desanglar o'zingning ishi. Eğer Xitoy shunda vazifa bergan bo'lsa, marhamat qilaveringlar. Ama biz bunun yana cevap verip nima qilib ko'rmaymiz. Qavshaydiganlar qavshayversin, qavshayversinmi, karvon yuraveradi. Biz qarab mengayveramiz. Rahmat. Bu qitim pek inchki tafsiliy javob berdingiz. Bizning oxirgi qitimliq javobimiz olsun. Hükümet tizim qaldırmaydı. Biz sabit damarlarının yolundaki kanunluk hükümet bizning nişanımız mustaqillik, vatanimizning mustaqilligi. Bundan adashmaymiz. Hükümetimiz kanunluk. Hem de bu doğrusunda gap qilmaymiz. Rahmat. Hem de biz aldığımızda bizniki Cumhuriyet günümüzni hatırlaymiz. Bu jarayonda biz özümüzdeki hükümetimizin kurulganliginin 20 yıllıkını hatırlamakçı olduk. Bu doğruluk azırak fikir vergen bolsanız sözlep bersiniz. Albatta, asosan bu 11 ayninki 12-sidan tortib 13-siga Amerika Washington DC'da 2 kun shu faoliyat olib turamiz. Faoliyatning ko'p qismi asosan hozirgi Sharq Turkistondagi bo'layotgan vaziyat to'g'risida va Sharq Turkistondagi bu irqiy qirg'inchilikni, bu mustamlikani va bu ishg'oliyatni ayaqlashtirib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish uchun qanday konkret harakatlar yapiralaymiz? Shuni biri shu hukumatimiz va parlamentimizning ichidagilar bilan va sirtidan kelgan mehmonlar, mayli o'zimizningki xalqimiz boshqa tashkilotlar bo'lsin, mayli chet ellik tashkilotlari yoki chet ellik hukumatningki xodimlari bo'lsin, ular bilan buni shu yerda muzokiralashimiz va birlikda qandoq bu Sharq Turkiston davosini, mustaqillik davosini qandoq ilgari surish uchun bu vaqtda muzokiralashimiz. Buningga Sharq Turkiston surgundi hukumati bilan Sharq Turkiston surgundi parlamenti buningga sahibxonlik qiladi. Har yerda o'zi bir davlat bir yerda faoliyat qilsa, uning sahibxonlik qiladigan bir davlatlar bor. 10 necha davlat sahibxonlik qilmaydi yoki 10 necha tashkilot sahibxonlik qilmaydi. Birisi sahibxonlik qiladi, surgundi hukumat devletimizning hukumatimiz bo'lganligi uchun va parlament hukumatning parlamenti bo'lganligi uchun bu ikkisi birlikda sahibxonlik qiladi. Ondan sirt mayli ichimizdan bo'lsin, mayli tashimizdagilar bo'lsin, hammasi mehmon sifatida qatiladi. Va mush 2 kun faoliyatda Sharq Turkiston sobiq Sharq Turkiston jumhuriyatlarini va Sharq Turkistonning mustaqillik kunini xotirlaymiz. Bu kunda yana shu kimlik Sharq Turkiston kimlik kartasini e'lon qiladigan kunimiz yana shu kuni va boshqa faoliyatlar bor. Asosan shu keladi qatnashadigan tashkilotlar bilan qanday qilib Sharq Turkiston masalasini, Sharq Turkiston mustaqillik masalasini, davlatchilik masalasini xalqaroda ilgari suramiz, qanday faoliyatlar olib bir kun baldı bo'lsa, Sharq Turkistonning mustaqilligini bir kun baldıroq qo'lga keltira olamiz. Shuning uchun amaliy harakat, konkret harakatlarni muzokiralashimiz. Rahmat. Qiladigan ishimiz shu. Rahmat. Bek isl gap qildingiz. Biz mustaqillik irodasi mustahkam muajiratdagi har qanday Sharqiy Turkistonlik qarindishimizga ishkimizni cho'ng ichib qo'ydik. Vatanimiz uchun, davlatimizning mustaqilligi uchun qildiganlar bo'lsa marhamat. Shu kunda biz kutimiz. Hamda ba'zi tashkilotlar mustaqillik hamkorlik munbirimizdan ayrilganlik to'g'riliq tushuncha berib bir bayonot e'lon qildi. Bu to'g'riliq bir tushuncha berib qo'ygan bo'lsangiz. Bu haqda balkim bayonot chiqib bo'ldi. Shu Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbiri tarafidan, ya'ni qolganlar tarafidan. Ben qisqacha deb bersam bo'ladi. Bu Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbirini o'z vaqtida
Şu Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti oturup koyap, Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti bilen ve mustaqillikni teşebbüs kıladigan, özüne mustaqillik üçün köreş kılımı deydigan teşkilatlar bilen, diasporamızki, yani muhaciretki yoki sürgündeki teşkilatlarımız bilen ameli işlerde, ameli hareketlerde hamkorlash maqsad bilan qurilgan edi. Ne afsuski bazı teşkilatlar şu bu mundar kurulup kurulmaylam dikkatni şirkettin tatip hükümetninki nime deymiz meşhuriyetini sürüştü kılışka urunuşup tırıştı. Xuddi ular nim qılmasa hükümet meşhur bolmaydigandek, ular nim qılmasa, ularning qo'li ostida bo'lmasa, hükümet meşhur bolmaydigandek yoki hamma narsani ular nim yo'l qilmasa, hükümet meşhur bolmaydigandek. Mushunda ishlar bo'ldi. Nurg'un tehditlar bo'ldi. Bu ba'zi shu tashkilotlar tarafidan. Haqorat ig'ir inson qalbidan chiqqan sisiq haqoratlarni qildi, tuhmatlarni qildi. Hatto yurtvozlik tashabbuslarini qildi va buningga biz sukut qilib o'tmaydiganligimizni bildirsakmi biz dedik sabr qilaylik, biz manga hozircha nim qilmaylik dedik. Javob bermadik, jim turib oldik. Chunki biz bir hukumat yana nurg'un takliflarni berdik. Mana ma amaliy ishlar bor. Shuningda hamkorlash niyatinglar bo'lsa, ko'pincha unimisanlarmi birini tanlanglar, qaysining hamkorlasha olaymi desa, birsig'imi unimidi. Unda olsa sizlar hamkorlasha oladigan amaliy harakatning birisini dangla desimi, uningga munima, ya'ni shunda uyallarni o'ynab yuraverdi. Hatta qasddan ziddiyat chiqirma deb masalan 7 ayning 5 kuni Aqsaroyning oldida namoyishdan keyin to'yiqsizlan berib sizga hujum qildi. Shu ma'lum bir tashkilotning raisi. Uningga yana siz hamkorlik bozulmasın deb sukut qilsangiz va hukumatdagilarmi uningga sukut qilib buni qayirib qo'yayli. Hamkorlik bozulmasın, xalqimizning umidini üzmeyli deb yana tishimizni tilimizni chaynab o'ttarsak yana to'xtamadi. To'xtamadi. Kunda shu bir nimalarga qavuşib o'tadi. Biz yana shu sukut qildik. Yana dedik, agar haqiqiy hamkorlash qilish niyatinglar bo'lsa, yana kelinglar. Danglar qaysi amaliy ishda hamkorlik qila olasizlar? Mektub nima zihnimizni shuni qo'yaylik, diqqatimizni shuni qo'yaylik. Bizningki, hukumatningki va bu minbarningki doim deb kelayotganimiz birlam nimamiz bor bizningki, birlam nishonimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Birlam dushmanimiz bor. U bo'lsa Xitoy tajovuzchilari. Xitoylar bilan Xitoy u yerda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik bizni yo'qotib turayotgan vaqtda bizningki bir vaqtimizni, zihnimizni boshqa narsaga ketishmi? Bir jinoyat deb hisoblasak bo'ladi aziz qarindoshlar. Biz zihnimizni dushmanimizga qaratishimiz kerak. Dushmanimizga, bir-birimizga emas, necha qatim siliq jihatdan, necha qatim ilmiy jihatdan, necha qatim diplomatik shaklda shu mayli hukumatimizdagilar bo'lsin, mayli parlamentimizdagilar bo'lsin, mayli boshqa tashkilotdagilar bo'lsin, buni o'tirib qo'ydi, ammo bular niyatidan, ya'ni yo'lidan voz kechmadi, qilqidan voz kechmadi. Hatto oshkora tehdit qildi. Agar degan yo'q kelmasang, biz boshqalarni tillagandek sizlarni tillaymiz, o'sha nima deb, ashunda deb turdi, kichik boladek. Ma'lum bir tashkilotning raisi. Onunga sukut qildik. Onunga qildik. Ayg'ib dedikki, qo'lingdan kelganini qil. Yana deydiganimiz shu.
hamkorlik qiladigan niyat bo'lsa, biz ish ustida hamkorlik qilamiz. Laflar emas. Bu ba'zi tashkilotlarni men obdan bilaman. Necha yilning yozi hamkorlik qilaylik deb hamkorlikka yaqin tutanmadim. Onun hükümetke yakın kâdisi mi onun nima deydi? Agar hükümet kuzun bo'lsa, amalda kuzun bo'lsa kâdisi 2018-19'dagi saylamga red qildi. Qatnash qilib unimay biz itiraf qilmaymiz, anda qilmaymiz, banda qilmaymiz deb 2023'te o'xshash nima qildi va bu hükümetga qilingan bu hujumlar bayam da'vat qildik, doim bor. Doim bu oynanıp durdu. Bazıları bilip oynayatıdı, vazifelik, ama köpünç halkımız bilmeyatıdı. Ve bu işinki en eşinişlik yeri, yani bir yeri. Bir yerde kimler sahtı hesaplar bilen, Facebook'ta olsun, başka yerde olsun, Twitter'larda olsun, sahtı hesaplar bilen, namsız, hakiki namemez, kimliksiz hesaplar bilen, bir taraftan hükümetni qo'llagan bo'lib, yan bir taraftan alni tillagan bo'lib, yan birlar alni qo'llagan bo'lib, yan bir taraftan hükümetni tillagan bo'lib, ashunda hujumlarni qildirib, qasddan ziddiya chiqaraman deb turdi. Va uningga bizmi yana shu necha qatim bu to'g'riliq radiya bergan to'q. O'z vaqtida bilasizlar. Masalan, ismini ag'im yo'q, Shvetsiyada bebalabati. O'z vaqtida hükümetni anda qo'llaymi, manda qo'llaymi deb haqni tillab yurdi. Anandaki o haq Salih qildiryapti deb necha qatim shunda tuhmatlar qilganlik uchun bu haqda biz bayonot bergan to'q. Bizningki torbitimizdan palonchi po'kunchining ismini topolmasangiz, shu shunda qilgan ismini topolmasangiz, u bizga vakillik qilmaydi. Uningki ko'chadagi, uningki buningki deyishi bizningki og'zimiz emas. Biz haqdan tutolmaydi ekanmiz. U hammadan bizningki qavshayverdi ekan. U bizning ishimiz emas. Va biz shu vaqtimizda yo'q. Agar hukumatni qo'llaydigan, haqiqiy qo'llaydiganlar bo'lsa, boshqa hujum qilmanglar. Amaliy ish qilinglar, harakat qilinglar. Boshqalar hujum qilmanglar, boshqalarni tillamanglar. Bizning nomimizni ishlatib, başkalarını nim qilmanglar deb necha qatim ogohlantirdik, necha qatim nim qildik. Ammo bu saxta hesaplarning orqasida kimlar bor? Balki Xitoy bor, balki shu Xitoy bilan hamkorlashayotgan Turk tashkiloti nimidek Turklar bor bo'lishi mumkin. Bilgili bo'lmaydi, Mehmet Şükürüldek, boshqalardek. Yoki shuning atrofida shuning bilan hamkorlashayotgan, shular maslahat berayotgan kişiler, münafıklar buluşu mümkün. Onu biz bilmeyimiz. Ama biz, hükümetimiz onda bir şey, bunu tıllap nim kıygan bir yeri yok. Şunu da koyayım. Yalgan töhmetlerini nim kıptı bula. Bizni anda kıldı, bizge anda kıldı. Hükümet adamlar bizni tılladı, akçı kökçü kıldı. Biz hiç kimin tillığınımız yok. Xitaydan başka hiç kimin tillığınımız yok. Xitayni tillasak, tecavüzcü Xitay, terörist Xitay, faşist Xitay deb tillaymiz. Ağzımızı buzub ananı, akçıyti, kökçüyti, anda qilma, manda qilma deb insanın qalbidan, insani qalbdan chiqib ketgan axloqsiz so'zlarni ishlatmaymiz biz. O bir. Yana en ahirki deydiğimiz, bu bazı teşkilatlarınki saxta uçur taqitçi ve manipülasiyası birleşi munberge ve hükümet kılıngan hücum bulup kalmasından umumi Şarkı Türkistan müstakillik körüşüge selingan bevosita tehdit. Bundan keyin munber, yani Şarkı Türkistan müstakillik munberi hükümet bilan birlikte müstakillik kurishini haqiqiy ilgari surishlik bo'lgan moslashtirish tirishchanligini izchil diqqatga berildi hamda haqiqiy hamkorlik so'zda emas, amaliy ishlar bilan, amaliy harakatlar bilan hamkorlikni o'rnatishga
va shuningga moyil bo'lgan tashkilotlar va shaxslar bilan hamkorlashib bu mustaqillik kurashini davom qiladi. Rahmat. Yana deyman, bizningki birlam nishonimiz bor. U bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini nasl keltirish, birlam dushmanimiz bor. Xitoy tajovuzchilari. Onundan başqalari bizni dushman kelsa u o'zining ishi. Ammo biz ularga bundan keyin javob berib, ularga nim qilib ko'radigan ishni qilmaymiz. Chunki biz bir hukumat qavshiyaverman desa u o'zining ishi. Biz yo'limiz qarab davomlashtiraveramiz. Yalg'iz bir kishi qolsaqmi bu yo'lda, haq yo'lda. Ya eng oxirgi nefesimiz kadar, eng oxirgi tomchi qonimiz kadar bu yo'lda kurash qilib o'limiz, ya mustaqillikimizni asli keltiramiz. Biz uchun boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun biz yana xalqimizga deymiz. Ba'zilarningki uyallarga, mayli bilib qilayotgan uyallarga yoki bilmay dötlik qilib Xitoyninki va boshqalarningki o'tirga fitna terish uchun chiqagan uyallarga aldanmasligini talab qilamiz aziz qarindoshlar. Yani davomliq da'vat qilamizdek, ish ustida, hareket ustida hamkorlik qilish. Mayli qanchalik bo'lsin, mayli bir namoyishda hamkorlik qilish nim qilamizmi, bir namoyishda hamkorlik qilish bo'lsin. Mayli terrorist Xitoy Sharq Turkistonni besib oldi, xalqaro itiraf qil deydigan bir hujjatni imzo qilish orqali bo'lsin. Mayli sosyal medyada Xitoyga qarshi sosyal medyani bir hamkorlash qilish orqali bo'lsinmi, har qanday eng oddiy cho'ng yerdan tushib ketmayli, eng oddiysidan tortib shundan boshlaymiz va haqiqiy harakat qildiganlar bilan harakat qilamiz. Ig'izda nim qilib vaqt biz hozir diqqatimizni boshqalarga qo'ysak, shunda ses gaplik qilib tuhmat qilganlarga, qasdan jidal chiqirman deydiganlarga, yurtvozlik qilib millatning orasidagi millatimizni parchalayman deydiganlarga yo'l qo'yib qo'ysak, ularga bilan haplashib o'taqsak, biz asli nishonimizdan qayrib nishonimizdan qolamiz. Zaten düşmanning niyati shu, Xitoyning niyati shu. Bizni nishonimizni adashtirib, Xitoyga qaratmay, harakatimizni, davlatimizni asli keltirish harakatiga qaratmay, birimiz bilan shunda qavash-chavash nimalarga qo'yib qo'ymoqchi. Ammo biz hozir qadar hukumat buningda izchil diplomatik va kasbiy jihatdan biz tutdik. Ammo sukut qilganimiz buni yo'l qo'yganligimiz emas. Biz xalqimizning umidsizlanmasin, xalq qilmasin. Boshqa tashkilot ichidagi vijdonliq bor tashkilotlarmi vijdoni ko'ra kimning kim ekanligini bilib olsin. Biz sukut qilib turaylik. Yana shu amaliy harakatlarga o'tish uchun nim qilaylik deb necha qatim tirishdik. Necha qatim nim qildik. Va biz chiqarib etmadik, o'zi chiqib ketdi. Ya'ni qarliq qilish niyati bo'lmaganlik uchun o'zi chiqib ketdi. Ya'ni maqsadiga yetilmaganlik uchun o'zi chiqib ketdi. Chunki bu yerda hammasiniki emas, shu ba'zilariniki, shu u yandan boshlatayotganlarniki maqsadi shu bizni shu jidal mojaroga sepib qo'yishlam. Biz uningga yo'l qo'ymadik. Biz ularni qavab, tillab inson qalbidan chiqadigan narsalar bilan haqoratlamadik, yurtvozlik qilmadik va qilmaymiz. To'g'ri. Chunki bizning birlam dushmanimiz bor. U bo'lsa Xitoy. Boshqalar bizning dushmanimiz emas. Birlam nishonimiz bor. U bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqillik nasl keltirish. Boshqalar bizni hujum qilamdi, nim qilmamdi, uning bilan ortiq parvoyimiz pilak. Biz bilan hamkorlik qilib, haqiqiy hamkorlikni epirdiganlar bilan yo'limizda davom qilamiz. Agar hamkorlik qilish niyati bo'lmasa-mu, qilmayman deganlar bo'lsa-mu, olmaydi. Hammadan o'zining ishini qilsa bo'ldi. Biz yo'limizda davom qilaveramiz. Ya'ni bu mustaqillik yo'lidan, mustaqillik nishonimizdan voz kechmaymiz va vaqtimizni, zihnimizni, hujumlarimizni agar hujum qiladigan ish bo'lsa, shu dushman
Xitoy tajovuzchilariga hujum qilamiz. Bosh o'zimizning xalqimizga emas. Va buningga Xitoylarmi bilib qolsin va Xitoy bilan hamkorlashayotgan, bu o'yinga moslashayotgan mayli sheriklar bo'lsin va mayli munofiq xayli bo'lsin, buni bilib qo'ysin. Rahmat. Deydiganimiz shu, qolganini shu hukumatimizning deyman, mustaqillik munbirininki bergan bayonoti chiqqan bo'lsa, shundan ko'ra olasizlar. Ilmiy, diplomatik shaklda. Bo'ldi, rahmat. Biz o bayonotni e'lon qildik. Shuni to'rdan ko'rilishinglarni umid qilamiz. Biz har qanday ishni siyosiy yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan va diplomatik yo'l bilan hal qilamiz. Shu usul bilan kelamiz. Bir insonning rasyonalligi uning ish harakati bilan ayon bo'ladi. Shunga har insonning ish harakati qarshinglarni umid qilamiz. Chekinish to'g'riliq bayonotning uyg'urchasi bilan inglizchasida farq bor. Bundaq o'yinni biz Dunyo Uyg'ur qurultayida ko'rimizmikin desak, bularni ko'rib qoldik. Samimiyat pek muhim. Bu mustaqillik ko'rishimizda. Hem kirish so'zni men misol oldim. Hukumatimizning kuchli bo'lishi kimga ziyon? Kimga foyda? Undaqda biz nimani ko'rdik? Aql, qarindoshlar, aql. Yelime mustaqillikni iroda qilgan to'g'ri niyat insonlarimizga bizning chiqimiz keng ochiq. Birli dushmanimiz bor, birli nishonimiz bor. Bizning dinimizmi to'g'ri inson bilan to'g'ri yo'lda mang deydi. Bizning qilayotganlarimiz Alloh rizosi uchun. Men namoyishda Salih Xudoyarning hayajondan titirgan, g'azabdan bo'g'ilgan, achchiqdan portilgan shuariga ergashgan vaqtimda men shunday o'ylayman. Agar hur vatanimiz bo'lsa, bizga bu ko'rgilik ne hojat edi, ha? Salih Xudoyar namoyishni to'smoqchi bo'lgan Amerika saqchisiga g'azabdan yerilib, o'z huquqini talab qilayotganida men yana shunday o'ylayman. O'z vatani, o'z xalqini demasa, Salihga nima? Nima jafo? Salih Xudoyar faqat 6 yil turish nisib bo'lgan vatanining zorini har xil siyosiy sorunda imkon qadar tafsiliy, chin anglashga tirishganda hayajondan jig'i bosgan ovozini titirgan vujudini ko'rganimda men yana shunday o'ylayman. Ulug' ilohim hur vatanni bizga nisib qilmagani bilan vatan uchun jon tasadduq, vatan savdosi, o't yurak o'g'loni Salihni bizga nisib qilgan ekan. Vatan iymon jumlasindir. Vatan iman cümlesi bo'lgani uchun qarindoshlar, ulug' ilohim bizni iymondan ayirmag'ay. Amin. Amin. Bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Hammamizning bosh vaqti xayrli bo'lsin. Salih Xudoyar afandim, sizning vaqtingizga alohida rahmat. Sizga rahmat. Allohga emanet. Xayr xo'sh.